Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Buxoro shahridan Voyinniy Garodokdan 3-qavatdan 2 xonalik proyekti ichma-ich bo'lgan g'ishtlik domdan srochnaga kvartira sotuvga chiqyapti. Koridor qismida biza tayyor yashab turilgan kvartira qadar obunachilar. Yaxshi bir oila yashab turibdi. Sanuzul qismi to'liq kafelar bilan ta'mirlab bo'rilgan, aristonlar 80 talik qo'yilgan, unitaz va rakvinlar akkurat holatda saqlangan. Mana bu yer esa oshxona qismi, kuxni mebel garniturasi tayyor, gazli plita vichkalar o'rnatilgan. Kachollari qo'yilgan. Uyimizda isish tizimi mana shu kachol orqali. Eshiklari kirgandan high-tech MDF eshiklardan birinchi xonamiz ko'rinishi, zal qismi qadar o'rnashlar. Kattagina zalimiz, uyimiz balandligi 3.10, bu tomonda esa yotoqxona qismi. Har bitta xonasida deraza bor, ko'rib turibsizlar. Xonamiz yop-yorug' holatida. Mana shu 2 xona 3-qavatda joylashgan uglovoy bo'lgan g'ishtlik domdagi kvartiramiz kim ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Kvartiramiz manzili Buxoro shahar, Voyinniy Garodok. Narxi deyilyapti, ya'ni ozroq summada kelishtirib arzon qilib beriladi. Srochna sotilyapti. Kelinglar, ko'ringlar, chiroyli kvartiramiz egasiga aylanglar. 4 qavatli g'ishtlik dom, 3-qavati. E'tiboringiz uchun rahmat.